Qisqasi, endi avtomobilingizda yashil stiker bo'lmasa, shahar markaziga kira olmaysiz. Avtomobillarga ekologik stiker berish tartibi belgilandi. Transport vositalari endilikda ekologik sifatga qarab 3 toifaga ajratiladi. Benzin va gazda yuradigan Euro 2 va undan yuqori bo'lganlarga toza, Euro 0 va 1 o'rta. Dizelda harakatlanuvchi Euro 4 va undan yuqorilari toza, Euro 3 esa o'rta, Euro 0, 1 va 2 lari zararli deb topiladi. Agarda mashinangiz gibrid bo'lsa yoki muqobil yoqilg'i hamda 3 yil ichida ishlab chiqarilgan bo'lsa, toza deb topiladi va yashil stikerga ega bo'ladi. Demak, tabiiyki, u orqali shahar markaziga bemalol kirib bora olasiz. Agarda mashinangiz o'rta toifa, ya'ni sariq stikerli bo'ladigan bo'lsa, siz poytaxtning xaritada ko'rib turgan qismlarida harakatlana olasiz. Agarda mashinangiz zararli deb topilib qizil stikerga loyiq ko'rilsa, u holda faqatgina mana shu qizil hududlar bilan cheklana olasiz. Stikerlarni yo'l harakati xavfsizligi xizmati bo'limlarida ro'yxatdan o'tkazish paytida olish mumkin bo'ladi. Bu haqida keyinroq ma'lumot beramiz.